Salom do'stlar, sizlar bilan Iminov DLC yangiliklar kanalidan xush do'stlar. Bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan Dream League Soccer 2026 o'yinida rasman DLC'ga yangilanish keldi. Jahon chempionati yangilanishi, yozgi yangilanish desak ham bo'ladi. Xullas, bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan DLC'ga qo'shilgan yangi narsalar, barchasini ko'rib chiqamiz. Keyin DLC'ga yangi kartalar qo'shilyapti. Classic playerlar, Champions playerlar va qizil kartali futbolchilarda rasmiy haqiqiylarini ko'rsataman. Hech qanaqa bo'lishi mumkin demaymizda, 100% chiqadigan narsalarni men sizlarga bugun ko'rsataman. Bugungi videorolik eng zo'r yangilanish videoroliklaridan biri bo'ladi. Albatta, o'tkazib yubormanglar. Qani unda biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, bir narsani aytib o'tmoqchiman. Barcha yangiliklar Telegram kanalimga tashlab borilyapti. Qizil kartali futbolchilarning reytinglari, klassik playerlarning reytinglari va hamma DLC'ga qo'shilayotgan narsalarning barchasi Telegram kanalimga tashlab borilyapti. Shuning uchun Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Xo'sh, biz videorolikni boshladik. Birinchi navbatda DLC'ga yangi davlatlar qo'shilishi mumkin ekan. Bu qanaqa davlatlar desanglar, ekranlarga chiqarib qo'yaman. Germaniya, Braziliya, O'zbekiston, Kanada, США, xullas Amerika kabi mana shunday davlatlar qo'shilishi mumkin ekan. Xudo xohlasa, ishonchli insayderlar mana shular qo'shilishi kutilyapti. Agar Braziliya qo'shilsa, demak Neymar ham keladi. Agar O'zbekiston davlati qo'shiladigan bo'lsa, chunki bilasizlar, O'zbekiston davlatini qo'shish ish emas. O'zbekiston bilan shartnoma qilish oson, chunki O'zbekiston unaqa katta pul talab qilmaydi. Endi Germaniya, Braziliyaga katta pul talab qilishi mumkin. Shuning uchun ularni qo'shish qiyin. Lekin O'zbekiston qo'shilishi mumkin do'stlar. Agar O'zbekiston qo'shilsa, Shomurodov, Abbos Fayzullayev, O'tkir Yusupov, xullas hammasi qo'shiladi. O'sha jahon chempionatiga boradigan futbolchilarning barchasi DLC'ga qo'shiladi agar mana shu davlatlar DLC'ga kiritilsa. Keyin yana bitta yangilanish, yangi klassik playerlar. Klassik playerlar mana ko'rib turibsizlar, kimlar chiqishi endi hozir meni esimda yo'q. Buni montajdan qo'shaman. Cannavaro bor edi, Rivaldo, Bergkamp va Delimi degan futbolchi bor edi. Ana ismini eslolmayapman hozir. Ekranlarga chiqarib qo'yaman. Mana shu futbolchilar xudo xohlasa qo'shilishi kutilyapti. Yangi klassik playerlar bo'lib. Bularning ham reytinglarini batafsil Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Obuna bo'lib qo'yinglar. Ссылкасы описаниеda hamda kommentariyada bo'ladi. Yana bitta narsa, DLC'ga yangi Champions playerlar qo'shilyapti. Jahon chempionati playerlar desa ham bo'ladi. Qora rangda kelar ekan ular. Bular Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Ivan Perisic, keyin Kyle Walker, xullas ekranlarga chiqarib tashlayman. Keylor Navas ham qo'shilyapti do'stlar. Juda ham bomba. Bular 100% qo'shiladi xudo xohlasa. Endi bu futbolchilarni qanday qilib olish mumkin? Bu futbolchilarni biz agentlar orqali olar ekanmiz. Shuning uchun mana obunachimiz ham agentlarni to'plab qo'yibdi, 5 ta. Mana shu agentlar orqali qidirar ekanmiz. Ya'ni o'tgan safar esinglarda bo'lsa, Ronaldo 88, Messi 88 kartalar kelgandi-ku, hammani esda bo'lsa kerak, Champions playerlar. Xuddi o'shanaqalarga o'xshab olamiz, agentlar orqali qidirib. Ana bu Mbappeni yashil kartali futbolchilar keldi-ku, qanaqa oldik? Xuddi shunaqa olamiz bu futbolchilarni ham. Xudo xohlasa barchasi keladi. Bularning ham reytinglarini batafsil Telegram kanalimga tashlab boraman. Ana endi videoni eng qiziqarli joylarga kelyapmiz. Ya'ni qizil kartali futbolchilar. Qizil kartali futbolchilarni 7 xil urovini bor ekan, ya'ni gruppovoy match, undan keyin har xil chorak final, mana shunga o'xshab futbolchilarda reytingi oshib borar ekan. Mana ekranlarga chiqarib qo'yaman. Endi qizil kartali futbolchilardan kim keladi? 100%. Abduqodir Husanov. Mana ko'ringlar do'stlar, 82 reytingda o'zbek o'g'loni bu darajaga yetadi deb o'ylagan edim, lekin bunchalik tez emas. Где-то bir DLC 27, DLC 28larda shunaqa 80ga chiqsa kerak deb o'ylagandim, lekin Abduqodir Husanov qo'shilishi bilan 2 yil o'tib, почти 1 yil o'tib desa ham bo'ladi, 82 reytingga chiqib olyapti. Qizil kartali Abduqodir Husanov ko'rishingiz mumkin va Arda Guller, Omar Marmush, Nico Williams, keyin Chris Wood, xullas qizil kartali futbolchilar juda ham ko'p. Mateus Cunha, barchasini ekranlarga chiqaraman birma-bir, batafsil ko'rib olishingiz mumkin. Qizil kartali futbolchilar juda ham ko'p kelar ekan va pishi ko'p ekan. Boru
son sanog'i yo'q ularni. Barchasini reytingini Telegram kanalimga tashlab qo'yapman do'stlar. Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shu barcha qizil kartali futbolchilarni ko'rishinglar mumkin. Ya'ni reytinglarni ko'rib olishinglar mumkin. Ana endi do'stlar, qizil kartali futbolchilarni qayerdan olamiz degan bo'lsanglar, qizil kartali futbolchilar xuddi Dream Stars futbolchilariga o'xshab olinadi menimcha. Bitta общий sostav bo'ladi. Ana faqat ko'proq bo'ladi ekan. Ularni sezon pas orqali olar ekanmiz. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, 14-o'rinda mana bu yerda sezon pasda 125 olmos va agent berib qo'ygan. Xuddi shu joyda qizil kartali futbolchi bo'ladi. Va mana bu 21-o'rinda pastda. Sezon pas ochmasa ham pastdan qizil kartali futbolchini olishimiz mumkin. Qizil agent bo'lib kelar ekan, qizil agentdan o'sha qizil kartali futbolchilar tushadi. Xudo xohlasa mana shunaqa yangiliklar do'stlar, yana qanaqadir yangiliklar bor edi. Menimcha hech qaysinisini qoldirib ketmadim. Keyin do'stlar, Neymar ham qaytishi mumkin dilasaga, agar Braziliya qo'shilsa. Xullas, dilasaga juda ham ko'p futbolchilar kelishi mumkin. Xo'sh, kimga sezon pas ochish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol meni Telegram chemga murojaat qilishinglar mumkin. Mana sezon pasni ochyapmiz. Juda ham oson, ishonchli, sifatli. Xudo xohlasa barchasi zo'r. Mana sezon pas ochildi do'stlar. Xudo xohlasa bu safargi yangilanish eng zo'r yangilanishdan biri bo'ladi. Endi mana bu Messi bilan Ronaldoni ko'rsatib o'tdim-ku yuqorida. Ular qachon kelishi noma'lum, lekin shu yozgi yangilanishda yana bir shu jahon chempionatidan oldin yangilanishi mumkin. O'shunda qo'shilar ekan do'stlar. Endi Xudo xohlasa kutib qolamiz. Yangilanishlar ko'payaversin, dilasaga yangi futbolchilar, yangi kartalar barchasi qo'shilaversin do'stlar. Videorolik sizlarga yoqdi degan umiddaman. Shoshilinch videorolik bo'ldi. Tez-tez gapirib tashladim, tez-tez sizlarni ogohlantirdim. Keyin Telegram kanalimda barcha yangiliklar tashlab borilyapti. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Videorolik yoqqan bo'lsa, albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan har doimgidek Iminov dilasi yangiliklar kanali bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.